Dunyodagi eng mashhur sovrin Jahon chempionati kubogi haqida siz bilmagan faktlar. Hozirgi kubok 1974-yildan beri ishlatiladi va u 18 karatli sof oltindan yasalgan. Uning qiymati taxminan 20 million dollarga baholanadi. Kubokning balandligi atigi 36 sm, lekin futbolchilar uchun u butun dunyodagi eng katta orzu hisoblanadi. Undagi ikki odam yer sharini yuqoriga ko'tarib turgani tasvirlangan. Bu butun dunyo futbolini anglatadi. Eng qiziq tomoni esa jahon chempioni bo'lgan davlat kubokni o'zida saqlab qolmaydi. Finaldan keyin ular asl sovrinni bir muddat ushlab turadi, keyin esa FIFA ga qaytaradi. Chempionlarga keyinchalik oltin bilan qoplangan maxsus nusxa topshiriladi. Asl kubok esa juda qattiq qo'riqlanadi va maxsus xavfsizlik tizimida saqlanadi. Yana bir muhim fakt: kubokni har kim ham ushlay olmaydi. FIFA qoidalariga ko'ra unga faqat jahon chempionlari va davlat rahbarlari teginishi mumkin. Tarixda eng ko'p jahon chempionligini qo'lga kiritgan davlat Braziliya milliy terma jamoasi. Ular bu sovrinni 5 marta yutgan. Sizningcha bu safar kubokni boshi uzra ko'tarish qaysi milliy terma jamoaga nasib qiladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.